Assalomu alaykum aziz hurmatli obunachilar, aziz ganlan, skuter ishqibozlari, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Sizlar bilan qishki mavsumga, kuzgi mavsumga, yomg'irli, qorli, sovuq ob-havo mavsumiga mana bunday 1 tonnalik kabina motorni olib chiqib qo'yganmiz. Sizlar bilan obzorni qilib o'tamiz. Qani ketdi bo'lmasa. Azizlar, bu 1 tonnalik kabina motorimizning akkumulyatorining amperini aytib o'tamiz. Akkumulyator 76 lik amperdan 6 tasi joylashgan va bitta zaryad bilan 70-80 km masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ondan tashqari miya motoriga kelsak, miya motori azizlar 1800 ni tashkil qiladi. Motor 1800, miyasi ham 1800. Bort razmerlari azizlar, bort razmerlari 130 ga 180 bo'ladi. Bemalol 1 tonna yukni aytgan manzilingizga bemalol qiynalmay olib boradigan baquvvatgina motorlarimiz mana shu motorol bo'ladi. Balon razmerlari 12 ga 500 lik orqasi, oldi esa 12 ga 450 lik bo'ladi. Undan tashqari bunga qo'shib beradigan narsalarimiz domkrat kulich, balon kulich, o'zini tungi nimcha jilet ya'ni va zapaska balonini sizlar uchun azizlar qo'shib qo'yganmiz. Bemalol kirib maza qilib xarid qilishingiz mumkin. Salon qismiga o'tsak, salon qismi multirol, magnitofon, zatniy kamera, pechka, luk, yozning kunlarida ventilyatorlar bilan jihozlangan. Zo'r, salon qismi gap so'z yo'q. Albatta juda ham chiroyli samajonay ko'rsatib o'tamiz. 2 kishini, ozg'inroq bo'lsa 3 kishini bemalol oladi o'zining ichiga. Undan tashqari mana bunday avtomatnik korobka bo'ladi. Avtomat korobka juda ham qulay, gaz tormoz oyoqda, rushmeni ham shu yerga joylashtirib qo'ygan. Gap so'z. Avarinka, pavorotlar, o'ngga chapga, dalim rijli chiroqlar hamma narsa bilan jihozlangan. Oldi qismiga o'tamiz. Oldi qismi esa mana bunday yomg'irli havoda dvornik, himoya dugasi va oldi kalotka tormozi bilan jihozlangan. Xo'p, yon tomonlarda bokovoylar, LED faralarning oldida pavorotlar va tepasiga projektor bilan jihozlangan. Juda ham qulay, shinam. Ikkita tomonida mana bunday chiroyligina eshigi bor. Mana bunday materiallarimiz sizlarni kutmoqda azizlar. Kalitiga kelsak, Cobalt kalt juda ham chiroyli. Mana azizlar. Mana bo'lmasam, voh. Cobalt nima, bu nima? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Yoqib ko'rsatib o'tamiz. Tablo qismi tezlikni ko'rsatadi, zaryadni ko'rsatadi, akkumulyatorning voltini ko'rsatadi. Mana bu yerda esa zatniy kamera juda ham chiroyli ishlangan. Pechka, mana bu dvornik akalar. Signal, mana bunday faralari, dalniy bilishning margat. Xullas akalar, labo bilan birga-bir ishlangan luks variant 1 tonnalik kabinali motorol sizlarni kutmoqda. Narxi esa siz o'ylagandan ancha arzonroq, juda ham bomba narx. $1350 ga bemalol kirib xarid qilishingiz mumkin. 2025-yilning kuz sentyabr oyida yig'ilgan akkumulyatorlari ham shu sentyabr oyida kelgan 1 tonnalik motorimiz sizni kutmoqda. Tez kelib qarsillab savdoni qilib olib keting akalar. Hammalarni kutib qolamiz. Mana bunday qishning sovuq kunlari, kuzning yomg'irli ob-havosiga moslashgan kabinali motorlarimiz sizni kutmoqda. Kerak.